Hammaga xayrli kech o'rtoqlar. Bugungi ozgina kichkina darsimizda sizlar bilan USML Step 3 imtihonida ikkinchi kunida tushadigan savollardan birini ko'rib chiqamiz. Bu bilan sizlarga USML Step 3 imtihonida tushadigan shu savol turi haqida ozgina tushuncha bermoqchiman va buni Amerikadagi o'sha rezidenturani program direktorlari yoki umuman vrachlar nima uchun bunaqa Step 3 topshirganlarni qadrlashi, bilimini qadrlashini nega ekanligini tushuntirib bermoqchiman. Okey, bizda bu uchun CCS Cases degan sayt kerak bo'ladi. Bu o'sha Computer Based Case Simulations degan veb-sayt. Men buni obunasini 6 oylik obunasini $110 sotib oldim. Sizlar ham o'zinglar uchun olib foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda internal medicine, neurology, obstetrics, gynecology ya'ni akusher ginekologiya, pediatrics, emergency medicine ya'ni o'sha tez tibbiy yordamdagi shu har xil protseduralar yoki bo'lmasam psixiatriyaga aloqador bilimlar sinaladi. Computer based case simulations umumiy 180 ta atrofida xolos o'zi. Nima uchun bunaqa kam? Chunki har bitta case'da o'ziga o'rtacha 10 minutdan 20 minutgacha vaqt ketadi. Bu sizlar bilgan o'sha UWorld'dagi har xil multiple choice questionlardan, ya'ni testlardan farq qiladi. Bu yerda taktikani siz belgilaysiz. Bemorning taqdiri siz qo'llayotgan taktikaga qarab o'zgarib ketadi. Misol uchun A dorini bersangiz boshqacha rezultatlar chiqaradi ekraningizda. B dorini bersangiz boshqacha rezultatlar chiqaradi. USML Step 3 imtihoni faqatgina Amerikada topshirilib 2 kundan iborat. Birinchi kunida asosan UWorld'daqa shu multiple choice questionlar bo'ladi. Shu 300 ga yaqin savollar va ikkinchi kunida bo'lsa shu multiple choice questionlar bilan birgalikda o'rtacha 13 dona shunaqa CCS cases beriladi. 13 dona case'da har biriga 10 minut yoki o'rtacha 20 minutdan vaqt ketadi. Shu 13 dona case'dan misol uchun mana birini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hop. Bu yerda mana chest pain degan 15-test turibdi. Qani boshlaymiz unda, qaranglar. Ketdi. Hop, chiqib ketib qolibdi. Hozir boshqatdan kiraman. Qanchada kiradi endi bu? Juda sekin ishlayapti. Nimagadir internet? Voy. Hozir 1 minut o'rtoqlar, shunday internetda shunaqangi muammo chiqyapti, asabga tegib. Oddiy bitta saytni ochishga kuchi yetmay qoldi. Именно hozirga kelib. Biraz interfeysini ham ocha olmayaptimi? Kutmagandim men bunaqa bo'lishi. Bo'ldi, ochdi o'rtoqlar.
Boshlaymiz keysimiz unda. Hop, bizda 15 ko'ryaptimi? Ketdi mana. Qaranglar o'rtoqlar, e'tibor beramiz. Bu yerda 44-year-old male presents to the emergency room complaining of chest pain which radiates to his back. Okey, 44 yoshli erkakda ko'kragida og'riq bo'lyapti. Emergency roomga olib kelindi, qaranglar. Bunda nima qilamiz? Interfeysga e'tibor berib turamiz. Birinchi bo'lib bizga ma'lumot beryapti. E'tibor beramiz, birinchi kun deyilyapti. Kasal kelgan kun birinchi kun deb hisoblanadi bunda. Kechki soat 18:00 da kelyapti. Bu 18:00 da kelishi bizga nima uchun kerak? Hozir qaysidir testni buyuramiz. Misol uchun qon analizi topshirsin deymiz. Qon analizi aytaylik 15 daqiqadan keyin tayyor bo'ladi. Va biz bu computer based case simulations testlarida bemordagi vaqtni o'zgartirish anaqa xususiyatiga egamiz. Ya'ni bunda vaqtni 18:00 dan 18:15 bo'ldi deb o'zimiz vaqtni o'tkazib belgilab qo'ysak, demak 15 minutdan keyin qon analizi chiqish kerak emdimi? Qon analizi tayyor natijasi ekranda ko'rinadi. Ketdi mana 44 yoshli kishida ko'kragida og'riq bo'lyapti, radiates to his back, orqasiga tarqayapti. Okay. Initial vital signs, dastlabki hayotiy ko'rsatkichlari: temperatura 37,4, pulsi 101 ta, nafaslar soni minutiga 24 ta, qon bosimi 140 ta, 140 ga 89, bo'yi 180 santimetr, vesi 78 kilogramm, body mass index, tana massi indeksi 24. Okay. Endi qaranglar. Reason for visit. Kelishiga sababni ko'krak qafasida og'riq bilan kelyapti. Endi batafsilroq aytyapti. 44-year-old male present to the emergency room complaining of chest pain that radiates to his back. Buni gaplashdi. The pain is 8 out of 10. Og'riqni darajasi 10 dan 8. Burning, pressing in nature and began this morning. Qizib og'riyapti, bosib og'riyapti, ertalab boshlangan og'riq. Ya'ni bunda hozir ertalabki soat 8-9 deb tasavvur qiladigan bo'lsak, hozir soat 18:00 vaqtida olib kelindi. Demak, anchadan beri og'riyapti o'sha. While seated, the pain is improved while leaning forward and inspiration or lying flat worsens the pain. O'tirganda og'riq oldinga biroz egilganda yengillashyapti. Buni biz ingliz adabiyotlaridagi tripod positioning deb bilamiz. Ya'ni tripodda nimaligini bilasizlar? 3 oyoq, ya'ni o'sha har xil, misol uchun o'sha TikTok lampalar shtativi 3 oyoqda turadi. Xuddi odamni shunaqa stulga o'tirib, ikkala oyog'ini qo'yib, oldinga biroz egilib turishi tripod positioning deyiladi. Va nafas olish va yotish, tekis joyda yotish og'riqni battarlashtiryapti. Tripod positioning esa og'riqni yengillashtiryapti. He has never had any prior episodes of this. Oldin biron marta bunaqa narsa sodir bo'lmagan. He denies fevers, night sweats and infectious exposure. Uni aytishicha, unda yo'q isitma yo'q, kechqurungi terlashlar yo'q yoki qanaqadir infeksiyaga chalinganlik anaqa vaziyati yo'q. Demak, bu yerda hech qanaqa tuberkulyoz emas demoqchi. Ya'ni tuberkulyozda xuddi shunaqa isitma, kechqurungi terlashlar va ko'krak qafasida og'riqlar kabi belgilar bo'lar edi. Bu keysda bemorda tuberkulyoz yo'qligiga ko'rsatma berib ketyapti. Endi past medical historyda hospitalization procedure, ganglion cyst removed at age 24 from his left hand. He has no prior medical hospitalization, current medications none. Kasallik tarixiga ko'ra 24 yoshida qo'lidagi shu ganglion cystni oldirgan, o'shundan beri biror marta больницаga yotmagan, ya'ni gospitalizatsiya bo'lmagan va hozir hech qanaqa dori ichmaydi. Allergies, penicillin allergiyasi bor. Bu degani bu keysda bemorga hech qanaqa penicillin antibiotiklarni buyurish mumkin emas. Vaccinations. He received his childhood vaccinations. Yoshligidagi vaksinatsiyalarni olgan deyapti. Bu qanaqa bemorda? 44 yoshli erkakmidi? Bu bilan nima demoqchi? Bu bemor yoshligidagi vaksinatsiyalarni olgan, katta yoshdagi vaksinatsiyalarni olmagan. Katta yoshda olinish kerak bo'lgan, har 10 yilda qilinish kerak bo'lgan vaksinatsiyalardan biri bu TDAP vaksinatsiyasi hisoblanadi. TDAPga ko'ra o'sha tetanus, difteriya yoki acellular pertussis, ya'ni ko'k yo'talga qarshi vaksinatsiyalar. Shu vaksinatsiyalar har 10 yilda qilinishi kerak. Demak, bu bilan nima demoqchi? Bu bemorga
asosiy kasalligini bartaraf qilib bo'lganimizdan keyin kasallikni oxirida ana shu TDAP vaksinatsiyasini ham berib qo'yish kerak degan ko'rsatma berib ketyapti bizga. Chunki katta bo'lgandagi vaksinatsiyalarni olgan degan ma'lumot bermayapti. Yoshligidagilarni olgan deyapti. Demak, katta bo'lgandagi vaksinatsiyalar olmagan. Okay, family history'da his father died of a heart attack at age 65. Dadasi 65 yoshida yurak yetishmovchiligidan vafot etgan. His mother is alive and in good health. His siblings have no medical problems. Otasi yurak shu heart attackdan o'lgan 65 yoshida. Onasini sog'lig'i yaxshi, tirik onasi. Va aka uka opa singillarda hech qanaqa tibbiy muammo yo'q. Social history'da, marital family statusda, he's married to a wife of 15 years, he has one child. Ya'ni o'sha yoshligida 15 yoshli qizga uylangan ekan, hozir bitta bolasi bor ekan. Personal habits. The patient drinks 2 to 3 beers on the weekend while watching sporting events. Har xil sport ko'rsatuvlari ko'rayotgan vaqtda, hafta oxirlarida dam olishayotgan vaqtda 2-3 shisha pivo icharkan ekan. He denies smoking and illicit drug use. Chekmaydi yoki har xil giyohvand moddalar iste'mol qilmaydi. He is sexually active with his wife. Xotini bilan jinsiy faol hayot kechiradi. Occupation, educational. He currently works as an air traffic controller. Air traffic controller qiladi. Ya'ni havodagi samolyotlar uchadi-ku, shular uchish vaqtlarini kontrol qilish kerak, chunki havoda bir-biriga to'qnash kelmasligi uchun. Shu narsani kontrol qiluvchi bo'lib ishlaydi, ya'ni aeroportga aloqador qanaqadir tizimda ishlaydi. Recreational. He enjoys mountain bike riding. Tog'larda o'sha mototsiklida chiqib yurishni yaxshi ko'rar ekan. Xo'p, quyidagi belgilardan aytarlik alohida jiddiy ko'rsatma yo'q. Ya'ni general see history of present illness deyapti HPI. Umumiy ko'rinish haqida, umumiy holat haqida ma'lumot olish uchun yuqoridagi ma'lumotlarga boq deyapti. Teri skin negative, he head, ear, nose, thorax, throat hammasi yaxshi, negativ, ya'ni yomon belgilar yo'q. Yurak, gastrointestinal, genitounitariy, neuropsixiatrik belgilari yo'q. Okay. Kasal haqida umumiy ma'lumotga ega bo'ldik. 44 yoshli erkak ko'krak qafasida og'riq bilan keldi, ichadi, xotini bilan jinsiy faol va og'riq ertalabdan beri bo'lyapti. Endi nima qilamiz o'rtoqlar? Birinchi bo'lib bizga ayni vaqtdagi fizik tekshiruvlar kerak. Biz fizik tekshiruvlardan deyarli hammasini qilishimiz kerak. Physical appearance, skin, neck, HEET, chest, heart, abdomen. Xo'p, bizga genitaliya kerak emas, rektal kerak emas, extremities, qo'l, oyoqlar kerak, neuropsixiatrik belgilar kerak. Okay, bularga e'tibor beramiz. E'tibor bersak, qaranglar, har biriga necha minutdan vaqt ketishini ko'rsatyapti. Umumiy total minutes 9 minut. Demak, 18:09 da tayyor bo'lar ekan bu fizik tekshiruvlar. Ya'ni bu degani siz 9 minut davomida shu patsientni ko'ryapsiz degani. Okay, qaranglar, vaqtga e'tibor beringlar. 18:00 da 18:09 bo'lib qoldi. Demak, 9 minut vaqtni shunga sarfladik. Endi shu ko'rsatkichlarga asosan qaranglar. Hozir bizga tanlagan belgilarimizni ko'rsatib beryapti endi bizga. Nimalarni tanladik? Bu yerda deyarli hammasi normada. Faqatgina bu yerda e'tibor berib qo'yamiz. Nimaga? Chestda muammo yo'qmi yoki kardiovaskulyar tizimda muammo yo'qmi? E'tibor berib qo'yamiz. Qaranglar. Bu yerda asosiy e'tibor beradigan pointimiz ko'krak qafasi og'riq bo'layotganligi uchun miokard infarktini bormi yoki yo'qmi aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun yurakdagi belgilarga e'tibor beramiz. Atrial systolic rub noted that precedes S1, ventricular systolic rub that heart between S1 and S2, and early diastolic rub auscultated after S2. Central and peripheral pulses normal. No jugular venous distension. Blood pressure equal in both arms. Jugular venous distension yo'q. Qon bosimi ikkala qo'lda normada va S1 va S2 lar orasida yoki ulardan keyin yoki oldin rab, ya'ni g'ichirlovchi qanaqadir tovush borligi haqida ma'lumot beryapti. Ingliz adabiyotlarida USML tizimida rab deganda, ya'ni ko'proq friction rab deyiladi. Perikardit bo'layotganligida shunaqa so'z ishlatiladi. Ya'ni perikarditda perikard qatlamlari yallig'lanishga uchrab, auskultatsiya paytida o'ziga xos g'ichirlovchi ovoz beradi. Shu borligi haqida ma'lumot beryapti. Ya'ni bemorda hozir bizda ko'proq shubha bor perikardit borligi haqida. Endi physical examination tugadi. Endi sizlar bilan bizga kerakli boshqa orderlarda, boshqa ko'rsatmalarni qilamiz.
Okey. Biz nimalarni buyurishimiz kerak hozir? Qaranglar, order qilamiz. O'rtoqlar, menga bitta narsa aytib yuboringlar. Hozir ekranim shu joygacha yaxshi ko'rinyaptimi? Ovozim boryaptimi hammaga? Okey, yaxshi o'rtoqlar. Davom etamiz unda. Okey, nimalarni order qilamiz? Qaranglar. Biz order qilish uchun bunda to'liq hamma narsani ipidan ignasigacha bitta so'zni yozishimiz shart emas. Bu tizim shunaqaki, dastlabki so'zlardek, dastlabki harflardan o'zi nimani order qilmoqchiligimizni bilib oladi. Misol uchun bizga birinchi bo'lib ko'krak qafasidagi og'riq bilan keldimi, demak o'pkasiga aloqador muammo bo'lishi mumkin degan gumonimiz bo'lishi kerak. Bu vaqtda biz puls oksimetridan foydalanamiz. Deyarli har qanaqa bemorga puls oksimetrni qilish o'zi tavsiya qilinadi. Puls oks deb qo'ysa o'zi aniqlab oladi. Puls oksimetr orqali kislorodga to'yinish darajasini bilib olamiz qondagi gemoglobinni. Okey. Endi keyin bizga deyarli barcha bemorga buyurishimiz kerak. Complete blood count. Complete blood count degani umumiy qon tahlili. Va yana deyarli barchaga buyuramiz basic metabolic panel. Umumiy metabolik panellar, o'sha natriy kaliy boshqa ion balanslar, shularni tekshirib olamiz. Shu uchalasini eslab qolinglar, o'rtoqlar, deyarli hamma bemorga beriladi. Okey, undan keyin hozirgi bemorimizga ko'krakda og'riq bo'lyapti. Demak, biz yoki o'pkada muammo deb o'ylashimiz mumkin, yoki yurakda muammo deb o'ylashimiz mumkin. Birinchi bo'lib buyuriladigan narsalar bu yerda chest X-ray. Chest X-ray, ya'ni ko'krak qafasining rentgeni. Yana nimani buyursak bo'ladi o'rtoqlar? Biz buyurishimiz mumkin EKG, 12 ta tarmog'i bilan mana ECG, 12 lead. Okey, undan keyin yana buyurishimiz kerak. Bizda perikarditga shubha bor dedik-ku. Perikardit bo'lgan bemorda agar har xil, misol uchun boshqa gipotireozga aloqador etiologiyali bo'lsa, perikardial effusion, perikard qatlamlari o'rtasida suyuqlik ham yig'ilishi mumkin-da. Buni qanaqa qilib diagnoz qilamiz? Ekokardiografiya orqali. Shuning uchun eko deb yozib qo'yamiz. Eko deb yozamiz. Bu hozir ekoni nimani nazarda tutayotganimizni o'zi orderda confirm tasdiqlaganimizdan keyin so'raydi. Ana undan keyin tanlayotganimizda ko'rib tushunib olasizlar o'zinglar hozir. Juda ham qiziq pointlari kelyapti. Yaxshilab e'tibor berib turamiz. Endi qaranglar. Yana nima bizga kerak bo'ladi? Okey. Gipotireozda qaranglar, organizmda metabolizm kam bo'lib, har xil o'sha gipotireozda thyroid stimulating hormon, ya'ni tirotrob gormon ko'payib ketadi-ku. Shu organizmdagi har xil o'sha fibroblastlarni aktivlab, tegishli to'qimalarga suyuqlik yig'ilishini ta'minlashi mumkin-da. Shu suyuqlik perikard qatlami orasida bo'lishi ham mumkin. Demak, bunda aynan shu narsa bormi, yo'qmi bilish uchun nima qilishimiz kerak? Aynan shu thyroid stimulating hormon, tirotrob gormonni ham tekshirib qo'yishimiz kerak. Lekin biz effusion bormi, yo'qmi hali bilmaymiz. Shuning uchun ekokardiogrammani birinchi qilyapmiz. Agar effusion bor bo'lsa, effusion bor deb aytsa, o'zi case hozir natijasini ko'ramiz. Keyin nimani buyuramiz? TSH ni buyuramiz. Xo'p, ungacha yana nimalarni buyursak bo'ladi biz? Xo'p, bemorda ko'krak qafasidagi og'riq yana nima hisobiga bo'lishi mumkin? O'rtoqlar, kokaindan intoxication bo'lganda, ya'ni kokain chekkanda, aytaylik, kokain norepinefrinda qondagi miqdorini ko'paytirib, yurakda miokard infarktini keltirib chiqarishi mumkin-da. Aynan shu yurakdagi miokard infarkti ko'krak qafasida og'riq yuzaga keltirayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun nima qilamiz? Urine toxicology ham albatta buyurib qo'yamiz. Urine tox desam o'zi tushunib oladi. Urine toxicologyda CDda kokain aniqlansa, demak bu kokain chekkan degan xulosaga kelishimiz mumkin. Chunki bemorda o'zidan so'raganimizda bemor uyalib yoki qo'rqib, yo'q kokain chekmadim deb bizni aldashi ham mumkin. Okey, yoki oila a'zolaridan xijolat bo'lib. Yana nima? Urinalyzisda qilsa bo'ladi, ya'ni sidik tahlili. Hozircha shular bo'lyapti bizda. Yana nima? Chest X-ray, ECG 12 lead, echokardiogramma, urine toxicology, urinalysis. Hozircha ko'krak qafasidagi muammoni aniq diagnoz qo'yishimiz uchun shular yetarli. Okey, confirm qilamiz. Qaranglar. Puls oksimetrini confirm qilyapmiz.
Okey, mana qaranglar endi. Frequency. Every 0 hours deyapti. Har 0 soatda. Agar shuni, misol uchun, har 1 soatda deb qo'ysam, har 1 soatda keys o'zgarayotganda puls oksimetr natijasini chiqarib turadi. Lekin biz bir marta bilsak yetarli. Shuning uchun 0 o'zida qoldirsak, bu bir marta o'lchaydi, boshqa o'lchamaydi degan ma'noda keladi. Okey. CBC with differential, ya'ni complete blood count, umumiy qon tahlili kerak bizga. Hop, BMP, basic metabolic panel kerak. Okey. Endi chest X-ray. Chest X-rayda qaysi turi? Posterior anterior, ya'ni orqa oldini o'zi yetarli. Bizga yondan yoki o'ng tarafdan yoki chap tarafdan yotgandagi chest X-raylar shart emas. Okey, tanlayapman. ECG 12 lead, 12 tarmoqli EKG. Endi eho deganimda qaranglar, har xil narsa. Ekografiya, ko'krak bezlarini ekografiyasimi, yuraknikimi yoki ko'znikimi yoki tizzanikimi yoki jigarnikimi, buyraknikimi, qaysi birisi? Qaranglar, bizda ekokardiografiya kerak. Shuning uchun birinchisini tanlaymiz. Confirm qilyapmiz. Okey, yurin toksik metallargami, toksikologiyagami? Bizga toxicology screen kerak, chunki biz kokainga shubhamiz bor. Shuni aniqlamoqchimiz. Shuning uchun yurin toxicology screen tanlaymiz. Toksik metalda emas. Okey, tanladik buni ham. Urinalysis, umumiy siydik tahlili. Shular bo'ldi. Endi qaranglar. Bizda bemorimizda og'riq bor-ku, birinchi o'rinda hali empirik jihatdan og'riqni bartaraf qilishimiz kerak. Hali boshqa diagnozlarni buyurib, uni natijasi chiqishni kutishdan avval. Shuning uchun bizda bemorimizda g'ichirlagan tovush bor edi-ku, haligi boshida kardiovaskular physical examinationda auskultatsiyada eshitilayotdi. Shuning uchun biz aynan shu perikarditga shubha qilib turib, perikarditga qarshi nima beraveramiz? NSAID, ya'ni non-steroidal yallig'lanishga qarshi dorilar beraveramiz. Misol uchun ibuprofen berib qo'yamiz, og'riq qoldirgani. Ibuprofen. Ibuprofen dorisini beryapmiz. Mana confirm order oral continuous. Continuous berish kerak bitta og'riq qolguncha. Endi qaranglar. Ibuprofen perikardit agar o'qigan bo'lsalaring, kim kardiovaskular shu kursimizda o'qigan bo'lsa, davolanadi. NSAIDga qo'shib bitta dori beriladi. Bu colchicin degan dori hisoblanadi. Shuning uchun colchicinni bunga qo'shib qo'yamiz, qaranglar. Colchicin. Colchicinni qo'shib qo'yapmiz. Endi qaranglar, davom etamiz. Colchicinni oral bersa yetadi. Intravenöz berish shart emas. Endi qaranglar, vaqtlarga e'tibor beramiz. Bularni hammasi order qilindi 18:09 da. Lekin natijalari qachon chiqishi mana o'ng tarafda ko'rsatilyapti. E'tibor beramiz. Bulardan eng kech chiqadiganini 19:09 da toxicology screen. 1 soatdan keyin chiqar ekan. Agar vaqtimizni hozir 1 soatdan keyinga o'zgartirsak, undan oldingi hamma testning natijasini biz ko'rsak bo'ladi. Aytaylik, agar 18:09 da mana hozir essam o'zgartirsa bo'ladi. 18:09 da 18:39 ga o'zgartirib qo'ysam, 18:39 gacha bo'lgan testlar natijasi chiqadi xolos. Bizga 19:09 dagi test natijasi chiqmaydi. Shuni eslaringda tutishinglar kerak. Va yana bitta zo'r pointi, qaranglar. Aytaylik, sizlarda 18:15 da yo'q qilinishi kerak bo'lgan, o'sha zudlik bilan qilinishi kerak bo'lgan protsedura turibdi. 18:15 da qilinishi kerak. Lekin siz uni esingizdan chiqarib qo'ydingiz va 18:30 da natijasi chiqadigan testda tezroq natijasini olishga shoshilib, vaqtni 18:30 ga o'tkazib yubordingiz. Bu degani, siz 18:15 da qilinishi kerak bo'lgan ishni nima qilib yubordingiz? O'tkazib yubordingiz. U kech qolding deyiladi. 18:15 dan yana 15 minut kechiktirib yubording. Shuning uchun bu senga endi minusga ishlaydi, bemoringning holati og'irlashadi degan natijani ko'rsatib qo'yadi bizga. Bizda hozir unaqa protsedura yo'q. Biz chunki allaqachon nimani berib bo'ldik? Ikkita og'riq qoldiruvchini birgalikda berib bo'ldik. Aynan shu perikarditga shubha qilinganda ishlatiladigan. Okey, bizga 18:09 ga o'zgartirsak, hamma analizimizning natijasi kelib chiqadi. Ezamiz soatni. Mana birinchi kun soat 18 soat minut 9 minut. Soat 18 soat 19 ga, ya'ni kechki soat 7 ga o'zgartirib okey deb ezadigan bo'lsak, mana birinchi bo'lib bizga puls oksimetr natijasi chiqadi. 96%, qaysiki normal. Okey, davom etamizmi? Davom etamiz deyapti. Puls oksimetri. Yana bir marta chiqarib berdi bizga. Okey. Puls oksimetri. 3 marta ezilib ketdi shekilli puls oksimetri. Yo'q, internet ishlamay qoldi shekilli menimcha. Puls oksimetrdan boshqasini chiqarmayapti hozir testimdan. Xo'p. Vaqtni o'zgartiramiz mana 19 ga. Okey desam, puls oksimetri chiqdi. Davom etamiz.
Nimaga faqat puls oksimetr chiqyapti, tushunmayapman. Okey, endi chiqarishni boshladi. Mana EKGni chiqaryapti, qaranglar. Xo'p, EKGda e'tibor beramiz, takikardiya bo'lyapti. Aksis 30 daraja, P wave normada, QRS kompleks normada, ST waves eng e'tibor beradigan pointimiz diffuse ST elevation deyapti. V1 V6 da. Aynan shu yurakka aloqador diagnozlardan diffuse ST elevation tarqoq tarzdagi ST segmenti o'sha ko'tariladigan diagnoz bu aynan shu perikardit hisoblanadi. Perikarditda batafsilroq aytadigan bo'lsam, diffuse ST elevation, diffuse PR depression, diffuse T wave inversion bo'ladi. Ya'ni PR da PR tishida depressiya, T tishida inversiya bo'ladi. ST elevation har xil tarmoqlarda bo'ladi. Nima uchun har xil tarmoqlarda? Chunki bu perikardit bo'lganligi uchun yurakni to'liq qoplab turgan qoplamda qopni yallig'lanishi bo'lganligi uchun yurakka har taraflama ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun EKGda o'z natijasini tarqoq tarzda beradi. Ya'ni perikarditga aniq diagnoz shu yerdan ma'lum bo'lyapti. Bizda shubhamiz bor edi, EKG orqali aniqroq diagnoz qo'ydik. Endi davom etamiz. Yana puls oksimetri ko'rsatyapti. Menda charchatdi bu. To'xtanglar, mana shunday chatdan so'rab olaydi. Ovozim yaxshi boryaptimi, o'rtoqlar? Ovozim yaxshi boryaptimi? Ekranim yaxshi ko'rinyaptimi? Hozir qotib qolganim yo'qmi sizlarda? Nice, o'rtoqlar. Davom etamiz unda. Puls oksimetrni cancel qilib yuboraylik. Asab ketyapti bo'lmasa. Vaqtni hop 19 ga o'zgartiryapmiz. Mana complete blood count with differential umumiy qon analiz chiqdi. Qanaqadir buzilish bo'lsa, bu yerda yulduzcha qo'yib qo'yadi oldiga. Bu yerda hech qanaqa buzilish yo'q, e'tibor berayotgan bo'lsanglar. Okey, davom etamiz. Basic metabolic profile. Kalsiy, natriy, kaliy, xlor hammasi normada ekan. E'tibor beramiz. Bu yerda mana natijamiz, bu yerda esa normasi keltirilgan. Buyrak faoliyati ham normada. Serum kreatinin ham hammasi yaxshi. 1 chiqyapti bizda. Normada 1.2 dan kam bo'lsa yetarli. X-ray. Posterior anterior view shows normal cardiac health, lungs, mediastinum, bony structure, soft tissue, impression, normal findings. Ko'pincha o'tkir perikardit o'rtoqlar hech qanaqa natija bermaydi. Anaqa rentgenda, ko'krak qafasi rentgenida. Qachonki u surunkali perikardit yoki konstruktiv perikardit bo'ladigan bo'lsa, perikard qatlamlarida u uzoq muddatli bo'lganligi uchun kalsiy qatlamlari yig'ilib, o'sha kalsifikatsiyalar bo'lib, alohida yurak atrofida oqimtir chiziq bo'lib paydo bo'lishi mumkin. Perikardit konstruktiv perikardit bo'lsa, lekin akut perikardit bu bemorimizda tez yordam bo'limida qo'qqisdan yuzaga kelgan shu perikardit hech qanaqa natija bermasligi mumkin. Okey. Ekokardiografiyada qaraymiz. Ekokardiogram. Left ventricular and left atrial size normal. Chap qorincha va chap bo'lmachani hajmi normada. Normal valve structure and motion. Klapanlar yaxshi ishlayapti, strukturasi yaxshi holatda. Small amounts of fluid noted in the pericardium. Perikard bo'shlig'ida ozgina suyuqlik bor deyapti. Demak, pericardial effusion bor bizda. Lekin miqdori ancha kam o'rtoqlar. Agar miqdori ko'p bo'lganda edi, biz qo'shimcha protsedura qilib, perikardiosintezis orqali o'sha shpritsda perikardga perkutaneoz kirib turib, to'g'ridan-to'g'ri perikard bo'shlig'idagi suyuqlikni so'rib olishimiz kerak bo'lar edi. Lekin bizda small amount deyapti, kam miqdordagi deyapti. Kam miqdordagi suyuqlik bo'ladigan bo'lsa, unga alohida invaziv protsedura qilinmaydi. Davom etamiz. Ventricular thickness and wall motion normal. Qorinchalar qalinligi, devori harakatlari normada. Left ventricular ejection fraction 65%. Otib berish fraksiyasi 65% deyapti. Ya'ni o'ziga kirgan qonni 65% ni otib berilyapti. Normada 55 yoki undan yuqori bo'lsa yetarli. Impression, pericardial effusion. Ya'ni bu ekokardiografiyada, ya'ni yurak echosidagi diagnoz pericardial effusion bo'lyapti. Bu katta ehtimol bilan
kam miqdordaligiga ham sabab qisqa muddatda yuzaga kelgan akut perikardit. U agar kronik perikardit bo'lganda edi, ko'proq suyuqlik yig'ilgan bo'lishi mumkin edi yoki boshqa bir diagnoz bo'lganda edi, ko'proq suyuqlik yig'ilgan bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun bu akut perikarditda kam miqdorda suyuqlik yig'ilyapti. Okey, perikardit deb diagnoz qo'yib oldik. Urinalizda deyarli hammasi negativ, hech qanaqa o'ziga xos o'zgarish yo'q yoki bakteriya yoki eritrotsitlar yo'q, qon chiqqan yo'q CDda, hammasi yaxshi CD tahlilida. Okey, davom etamiz. Hop. Internetni kuchi juda ham qiynalyapti o'rtoqlar. Bu uchun sizlardan uzr. Toksikologiyada qaranglar, e'tibor beramiz. Toksikologiyani nima uchun qilgandik biz? Agar CDda har xil o'sha kokain bormi yo'qmi, ko'krak qafasida og'riqqa sabab bo'lgan, shuni aniqlash uchun qilgan edik. Toksikologiyada e'tibor beramiz, deyarli hech narsa yo'q, hech qaysinisida detekted deyilmaydi, hammasi non detected. Qaranglar, biz gumon qilgan kokain ham non detected. O'sha urin toksikologiyada o'zi faqatgina kokainga emas, boshqalarga ham tekshirib beradi. Biz kokain bilan birgalikda boshqalarini ham yo'qligini mana bilib oldik. Okey, davom etamiz. Soat уже bizda 19:27 ga o'tib ketdi. Biz qanaqa diagnoz qo'yib bo'ldik? Aynan shu perikardial effusion bor bo'lgan perikardit degan diagnoz qo'yib bo'ldik. Endi qo'shimcha narsalar buyuramiz. Biz allaqachon ibuprofen bilan kolchitsinni buyurib bo'ldik og'riqqa qarshi. Perikardiya sintez buyurishimiz shart emas dedim. Qo'shimcha tahlillardan suyuqlik bo'lsa nimani buyurishimiz kerak degandim? TSH'da, ya'ni thyroid stimulating hormon yoki tireotrop gormon. Chunki gipotireozda aynan effusion yig'ilishi mumkin. Shuning uchun uni aniqlab qo'yish uchun TSH'da buyuramiz. Okey. Endi o'rtoqlar, yana bitta qiziq pointi. Ibuprofen bilan kolchitsin o'rtoqlar birgalikda qo'llanganda ular yallig'lanishga qarshi bo'lganligi uchun, ayniqsa NSAID ibuprofen bu yerda o'tkir holat bo'lganligi uchun ko'p miqdorda qo'llanyapti. Konstruktiv umuman akut perikarditda og'rig'iga yechim bo'la oladi. Lekin bilasizlar, ular oshqozon bo'shlig'idagi prostaglandinlar miqdorini kamaytirib, oshqozonning himoya qatlamini buzilishiga sabab bo'ladi va buning oqibatida oshqozonda yara kelib chiqishi mumkin kislotani ta'sirida. Shuning uchun endi biz qo'shimcha profilaktik chora sifatida qo'shib qo'yishimiz kerak. Har doim har qanaqa o'sha perikardit bo'layotgan bemorga NSAIDlar qatorida, ya'ni non-steroidal yallig'lanishga qarshi preparatlar buyurganda aniq oshqozon yarasi kelib chiqmasligini oldini olish uchun o'sha proton pompa ingibitorlari yoki gistamin H2 retseptor blokatorlarini qo'shib qo'yishimiz kerak. Shuning uchun bemorga buyurishimiz mumkin. O'sha omeprazol yoki pantoprazol qo'shib qo'yamiz. Pantoprazol. Mana pantoprazolni qo'shib qo'ydim. Endi qo'shimcha diagnostik choralardan o'rtoqlar nima qilishimiz kerak biz? Xo'p, qaranglar, ko'pincha o'zi perikardit autoimmun kasalliklarda natijasi bo'lishi mumkin. Ya'ni sistemik lupus eritematosus, ya'ni sistemli qizilvalchanka yoki boshqa bir autoimmun kasalliklar, aytaylik reumatoid artriti natijasida kelib chiqqan bo'lishi mumkin perikardit. Chunki organizmda shu immun tizimda signalizatsiyalari bir-biri bilan o'zaro aloqasi, immun hujayralarida biz bir-biri bilan aloqasi autoimmun kasalliklarda buzilganligi uchun aynan shu perikard qatlamiga qarshi auto antitanalar ham ishlab chiqarilib, perikardit keltirib chiqargan bo'lishi ham mumkin-da. Ya'ni ko'p uchraydigan sabablardan biri bu ham. Shuning uchun bemorga o'sha qo'shimcha skrining sifatida buyurishimiz kerak reumatoid faktor va yana antinuklear antibodilarni buyurishimiz kerak. Antinuklear antibody. Endi yana buyurishimiz kerak. Bu bemorimiz ichardi, to'g'rimi? Demak, smoking cessation'ni buyurishimiz kerak bo'ladi o'rtoqlar. Smoking yo'q. Ichardi deb turib chekishni gapiraveryapman. Chekmasdi, ichardi dedi, to'g'rimi? Alcohol abstinence deymiz. Alcohol abstinence deb yozishlar shart emas, chunki bu hozir kompyuter o'zi chiqarib beradi. Alcohol abstinence. Xo'p, xotini bilan jinsiy faolmidi? Demak, jinsiy aloqadagi himoya vositalaridan foydalanish yoki ehtiyot choralari ko'rishni ham tayinlab qo'yishimiz kerak. Shuning uchun safe sex techniques deb yozamiz. Safe sex techniques. Okey, o'rtoqlar. Yana qo'shimcha buyurishimiz kerak. Nimani buyursak bo'ladi yana? Xo'p,
Ha, bemorda bu holat unaqa jiddiy holat emasku, o'tkir perikardit. Mana dorilar bilan hal bo'ladi hozir. Shuning uchun bemorni tinchlantirishimiz ham kerak. Shuning uchun reassurance deb yozib qo'yapman. Bemorni tinchlantirish. Xavotir olmang, bu jiddiy kasallik emas deb tinchlantirib qo'yish kerak. Xo'p, yana o'rtoqlar, bu yoshligidagi vaksinatsiyalarni olganida xolos. Shuning uchun kattalarda har 10 yilda qilinishi kerak bo'lgan vaksinatsiyalardan biri TDAP deb buyurib qo'yishimiz kerak albatta. Va yana nima o'rtoqlar? Perikardit bu davolangandan keyin ortiqcha harakat qilmay turish kerak bo'lgan kasallik bo'lganligi uchun rest buyuramiz. Rest, dam olish, uyda dam olish kerakligini buyuramiz. Ya'ni ko'p harakat qilmaslik kerak, chunki harakat qilganimizda yurak qimirlab turib, shu atrofidagi mediastinumga urilib, perikardit yana qaytalanishi mumkin. Okey, hozircha esimga kelganlari shu. Xo'p, yana nimani buyursak bo'ladi o'rtoqlar? Endi sizlarning fikringizni chatda eshitaman. Yana nimalarni buyursak bo'ladi? Ulug'bek 601B prednizonni buyuribdi. Juda ham yaxshi fikr bildirdingiz Ulug'bek. Prednizon qachon buyuriladi? Qachonki ibuprofen bilan kolchitin effekt bermaganda. Hozir OKda ezib turib, biz konferens qilib turib, patsientni update qilamiz holatini, ya'ni patsientning holati qanaqa kechayotganligini ko'ramiz. Agar patsient holati yaxshilanmagan bo'lsa, keyin shu prednizonni qo'shsak bo'ladi, glyukokortikoid. Holat yaxshilangan bo'lsa, prednizon shart emas. Xo'p, FGDS shart emas, ustoz. Yo'q, FGDS shart emas o'rtoqlar. Har qanaqa invaziv protseduralardan avval shu konservativ terapiyalarni qo'llab, bemorning holati yaxshilandimi, yaxshilanmadimi? Bir qator tekshirib ko'rish kerak. Yaxshilanmasa keyin FGDS qilinadi. Agar misol uchun bu bemorda har qanaqa o'zi aytaylik, bu bemorda perikardit bo'lyapti, lekin tasavvur qilinglar, u rostdan ham oshqozonida yara kasalligi bilan kelib, yara oshqozon yarasi ko'krakka ham og'riq berishi mumkin-ku, misol uchun. Rostdan ham oshqozonda yara bor degan taqdirimizda ham hech qachon shu USML qoidalariga ko'ra sразу FGDS qilinmaydi. Birinchi o'sha proton pompa ingibitorlari yoki ranitidin, famotidin kabi H2 gistamin blokatorlar beriladi. Bir hafta, 2 hafta kutiladi. Effekt bermasa, ana undan keyin FGDS qilinadi. Ya'ni upper endoskopiya, upper gastrointestinal endoskopiya qilinadi. Xo'p, antibiotik terapiyachi. Antibiotik terapiya kerak emas, chunki bizda urinalizisda yoki urinalizisda siydik tahlilida hech qanaqa bakteriyalar chiqmadi yoki qonida bakteriyaga aloqador hech qanaqa neutrofillarning ko'payishi kabi belgilar chiqmadi. Yoki bo'lmasam nima chiqmadi yana? Isitmasi yo'q edi bemorda. Ya'ni case'ni boshida aytdik, patient denies fever. Bemorda isitma yo'q. Bakterial infeksiya bo'lganda isitma chiqayotgan bo'lardi. Okey o'rtoqlar, yana qanaqa fikrlar bor? Yana nimalarni buyruq qo'ysak bo'ladi bemorga? Jigarni qo'llab-quvvatlovchi vositalar, masalan, askarbinka. Yo'q, hozir bu yerda jigar bo'yicha muammolar hech qanaqa chiqmadi-ku. Hozir istalgan haliginaqa yengil effekt beradigan dorini buyurishim shart emas. Bu yerda rostdan ham bemorga kerakli narsalarni buyurish kerak. Okey o'rtoqlar, hozircha shular bo'lsa, sizlardan fikrlar. Omeprazol bersa bo'ladi. Da, omeprazol bersa bo'ladi. Prosta omeprazolni o'rniga pantoprazolni yozib qo'ydim. Anvarjon, xolasangiz sizni fikringizni hurmat qilgan holda mana pantoprazolni o'chirib, omeprazol deb yozib qo'yaman. Siz ham hissa qo'shgan bo'lib qolasiz bu keysga. Okey, confirm qilamiz. Xo'p, har bittasini tasdiqlab chiqamiz. Xo'p, TSH bizga TSH terapiya kerakmi? TSH serumdagi natijasi kerakmi? Terapiya kerak emas, bizda serumdagi natijasini aniqlasak bo'ldi, tirotrop gormonni. Okey, davom etamiz. Omeprazol oral continuous, okey. Xo'p, reumatoid faktor kerak. Bizga autoimmun kasalligi bormi, yo'qmi? Bir qator tekshirib qo'yish uchun, chunki autoimmun kasalliklar perikarditga olib kelayotgan bo'lishi mumkin. Okey. Antinuklear antibody tekshirdim. Alcohol abstention, ya'ni shu alkogol ichardi. Bu hafta oxirlarida iloji bo'lsa ichmayin deb tavsiya qilib qo'yapmiz. Okey, yana nima? Safe sex counseling, ya'ni jinsiy aloqada ehtiyot choralarini albatta qo'llash. Okey, yana nima? Reassurance. Bu yerda real time, real har xil narsalar turibdi. Oxirida mana reassure patient, patsientni tinchlantirish. Ya'ni bu unaqa jiddiy holat emas, tinchlaning, yaxshi bo'lib ketasiz deb unga tushuntirish. Okey, TDAP vaksinatsiyasi kerak bizga, chunki bu childhood vaccinationda o'zini olgan xolos deb aytdik keysni boshida. Intramuskular one time, yana bir marta qilgandan keyin 10 yildan keyin yana oladi.
Xo'p, rest at home. Uyda dam olib turish kerak. Har xil exercise'larni qilmaslik kerak. Jismoniy mehnatdan qochish kerak. Огородlarda ish qilmay turish kerak. Okey, davom etamiz. Nu hozircha shular. Endi bularda eng oxirgisini natijasi birinchi kun bo'yicha kechasi 11:27 da 23:27 chiqar ekan. Shuning uchun soat 19:27 dan 23:27 ga o'zgartiramiz. 23:27 da patient advised to abstain from alcohol beverages, list of local support resources provided. Okay, patient counseled about safe sex techniques, abstinence information literature provided. Patient reassured, tinchlandi. Patient instructed to stay home until feeling better. Davom etamiz. Xo'p, reumatoid faktor 1:40 chiqyapti. Normada shu 1:40 dan kam bo'lish kerak deyapti. Okey, riski bor. Okey. Davom etamiz. Tiroid stimulating hormon ikkinchi kun chiqar ekan. Ikkinchi kun 19:27 da. Soatni 19 qilib turib, kunda 2 ga o'zgartiramiz. Okey. Xo'p, 2 chiqyapti. Normada 0.5 dan 5 gacha. Demak, normada TSH ga aloqador hech qanday muammo yo'q. Antibody, antinuklear antibody negativ. Demak, autoimmun kasalligi yo'q. Okey, patientni vital signlarini ko'rib qo'yamiz. Xo'p, vital signni ko'rish uchun orderga vital, ya'ni hozirgi holati qanaqa deb ezamiz. Vital signs o'zi ko'pincha 3 minutdan keyin aniq bo'ladi. Mana 19:27 da 19:30 da ezsak, vital sign chiqdi. Xo'p, davom etamiz. Okey, patsientni uyga jo'natsak bo'ladi. Uyda ezib qo'yapman. Uyga jo'natib turib, aytaylik, 2 haftadan keyin bir keling deb, mana 2-sanadan 16-sanaga uchrashuv belgilayapman. Okey. Chorshanba kuni 17-sanada ertalab 9 ga uchrashuv belgilayapman. Okey. Tasdiqlab qo'ydim. Patient reports that he's feeling better. O'zini yaxshi his qilayotganini aytdi. Chest pain is still there. He reports that it is 3 on a 10-point scale. Ko'kragida ozgina og'riq, yaxshi his qilyapti, lekin ko'kragida ozgina og'riq borligini aytayapti. Okey, davom etamiz. The patient reports that his chest pain has completely restored. Boshida og'riq bo'lib, dori berganimizdan keyin dori endi bitta effekt bermadi, sekin effekt bergani sari holati yaxshilandi. 7-kunda to'liq yaxshilanib ketdi mana bizda. Xo'p, dastlabki kunlarda og'riq 10 dan 10 dan 3 ga o'tdi, 7-kunga kelib og'riq to'liq yo'qolib ketdi. Okey, case'dan chiqishni bosamiz. Bizning natijamiz mana 93% chiqdi. O'rtacha natija 64.8% ekan. Diagnoz perikardit, to'g'ri diagnoz qo'ydingizlar bilan. Natija 93%. Nima uchun 100 emasligini hozir mana pastda ko'rib chiqamiz. Bizda qaranglar, diagnoz 84% to'g'ri topdik. Bu qayda aytyapti? Weight given for total score. Total score'ga 40% hissa qo'shadi. O'sha 40% hissa qo'shadigan massamizni, diagnostik massamizni 84%ni to'g'ri topdik. Bundan mana correctly order qilganlarimiz hammasini to'g'ri buyurdik. E'tibor berib turasizlar. Va should have avoided. Should have ordered. Buyurilishi kerak edi, buyurilmadi. Qaranglar. Mani esimdan chiqdi, lekin sizlar ham eslatmadinglar o'rtoqlar. Qaranglar. Cardiac troponin I yoki troponin 1. Yurakda miokard infarktini o'yladik, lekin miokard infarkt faqat EKG ni o'zi bilan tahlil qilinmaydi-ku. Troponinni buyurganimizda miokard infarkti bor yoki yo'qligi haqida yana ham aniqroq diagnoz olgan bo'lardik. Shuning uchun should have ordered buyurilishi kerak edi, sen buyurmading deyapti. Bu bizni balimizni pasayishiga sababchi bo'ldi o'rtoqlar. Shuning uchun endi aytayapti. Nima uchun cardiac troponin buyurilishi kerak edi? Pastda reason, sabab. With any patient with chest pain, you must rule out myocardial infarction. So troponins are necessary. Har qanaqa ko'kragida og'riq bilan kelgan bemorga troponinni buyurib, miokard infarkti bor yoki yo'qligini tekshirib olishing kerak deyilyapti. Bu yerdagi boshqa belgilarda, boshqa orderlarda hammasi to'g'ri bo'ldi bizda. Pastda nima uchun to'g'riligini aytayapti. Video yozib olinadi. Sizlar pauza qilib nima uchun to'g'riligini o'zingizlar o'qib olsanglar bo'ladi. Nima uchunligini video dars davomida o'zim allaqachon tushuntirib ketdim sizlarga. Treatment bo'yicha 100% topdik o'rtoqlar. Qaranglar, 40% massa beradi, ya'ni общий mana 93imizga 40% da o'sha beryapti. Demak, to'liq 40% shu treatmentdan oldik. O'zi CCS casesda har xil anaqa bal beradigan pointlar bor. Eng katta ikkita asosiysi to'g'ri diagnoz qo'yish, to'g'ri davolash.
qo'shimcha metodlar, ya'ni to'g'ri joyda davolashingiz, ya'ni siz emergency roomda davolayapsizmi, uyda davolayapsizmi, ofisda davolayapsizmi, yoki bo'lmasam to'g'ri vaqtda davolash, kech qoldingizmi patsientni davolagani yoki ayni o'zini vaqtida davoladingizmi, shunga qarab qo'shimcha ballar beriladi. Lekin 40% dan 50% gacha bo'lgan katta qismini ikkita usul aniqlab beradi, foizingizni belgilab beradi. Birinchisi o'sha diagnoz bo'lsa, ikkinchisi treatment. Treatmentdan 100% topdik. Endi preventive care. Preventive care'ga qaranglar. Ehtiyot chorasiga rest at home'ni buyurib qo'ydik. Qaranglar. Activity may trigger recurrence of symptoms. Chunki qayta jismoniy faoliyat simptomlarni qaytalanishiga olib keladi deyilyapti. Okey. Timingda hammasi to'g'ri bo'ldi. Orderlar tartibini to'g'ri qildik. Lokatsiyada hammasi to'g'ri bo'ldi bizda. Ya'ni bittada boshqa bo'limga ko'chirib yubormadik. Avvalcha tegishli treatment usullarida unaqa ko'rsatib, keyin nima qildik? Tegishli choralarni ko'rdik. Bu yerda case summary nima bo'ldi, qanaqa diagnostikalar bor, hammasini ko'rib o'zingizlar o'qib olsanglar bo'ladi. Video yozib olinadi chunki va bu yerda mana bu yerda qaranglar, biz nechinchi minutda nima qilganlarimiz. Biz 9-minutda nimalarni buyurdik. Mana sekin vaqt o'tib tegishli vaqtlarda, boshqa vaqtlarda yana nimalarni buyurganligimiz bu yerda vaqt bo'yicha ko'rsatilgan. Action log timeline, bu yerda action logda nechinchi kunda, nechinchi soatda nima buyurganligimizni boshqacha ko'rsatmasi mana. Bu yerda vaqti biroz farq qiladi, chunki case bo'yicha 18:00 edi. Bu yerda vaqt farq qilishi mumkin. Chunki bu hozir Amerika vaqti yoki boshqa davlatlarning vaqti bilan hisoblab chalkashtirib yuborishi mumkin shunaqa joyga kelganda. Atak biz nima qilgan bo'lsak, hammasini mana yerda ko'rsatib beryapti. Ibuprofenni buyurganmiz, mana colchicinni buyurganmiz. Keyin yana nimalarni buyurganmiz? Mana urinalysis, echocardiography, chest X-ray va hokazolar. Okey o'rtoqlar. Case'imiz ma'qul keldimi sizlarga? CCS case haqida bitta case'da shunaqa qilib tahlil qilib bermoqchi edim o'zi. Darsimiz shundan iborat bo'ldi o'rtoqlar. Bu narsa tasavvur qilishinglar uchun USMLE step 3 ga tayyorlanayotganlarda hammasi ko'rib chiqadi. Bu degani Amerikadagi qanaqa vrach bo'lsa, hammasi bu bosqichdan o'tgan. Eng qizig'i, bular hali rezidenturaga kirmasdan avval shuncha bilimga ega bo'lyapti. Rezidenturada buni real amaliyotda ko'rib, bilimlarini oshiradi. Bu yana ham bilimlarini mustahkamlanishiga yordam beradi o'rtoqlar. Ha, zo'r ekan, lekin ancha bilim va e'tibor talab qilar ekan-da. Bilim va e'tibor talab qiladi. Men iloji boricha hamma o'zim bilgan bilimlardan foydalanib topishga harakat qildim. Bitta narsani topa olmadik biz. Esimdan chiqdi. Shu ko'krak qafasi og'riq bilan kelgan har qanaqa bemorga kardiak troponinni buyurish kerakligi esimdan chiqdi o'rtoqlar. Nega ehoda perikard suyuqligi ko'rinmadi? Suyuqlik ko'rindi, kam miqdorda ko'rindi dedi. Chunki bu o'tkir perikardit bo'ldi o'rtoqlar. Aka, bu sayt step 3 uchun eng asosiy saytmi? Da, eng asosiy saytlardan biri. Bittasi UWorld bo'lsa, ikkinchisi shu. TSH norm bo'lsa, nima sabab bo'lgan perikardit? Perikardit shunchaki viral etiology tufayli bo'lishi mumkin. Ya'ni bir necha kun oldin qanaqadir virusli kasallik bilan chalinib, keyin yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Yoki idiopatik bo'lishi ham mumkin o'rtoqlar, perikardit. Bu app feesi qancha? Narxi, bu saytda narxi men $110 oldim. Bu juda ham o'ziga xos marketing qilishgan ekan, chunki 1 oyligini olaman siz $100 yaqin, 6 oyligini olaman siz $110. Deyarli hamma sotib olayotganlar $110 6 oyligini oladi o'rtoqlar. Xo'p, darsimiz ma'qul keldi degan umiddaman. Internetimizda qotishlar bo'ldi ozgina dars boshida. Buning uchun uzr. Bugunga kelib Wi-Fi'mizda shunaqa bo'lib qoldi. Fikringlarni, feedbackinglarni kutaman o'rtoqlar. Bugungi dars haqida foydali bo'lgan bo'lsa, Telegramga feedback uchun deb yozib qo'yaman. Ozgina bo'lsa ham fikringlarni yozib ketsanglar xursand bo'laman. Charchamanglar, sog' bo'linglar.